Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bizden kelgen dersimiz Abdur muşu küllünüş hareketi qutquzuş planı demakne. Muşununga zararlik, ziyallık, qatil fikir zihniyetinden 14 türlük fikir zihniyetini bizge bayan qilib atqan. Bunun 13'üncüsü şu şekilde 13'üncüsü keşinde ama ademul istiadat li naqd zat ve muraca'atul masar ve tadarukul ahta. Yani özüne tanqid qilish ve yoluna qaytadan qarab chiqish ma'vatqan yolunu ve hatalıklarını tepip chiqishga nisbatan hazırlık olmaslık. Yani mundaq tutqa vaqtda bularni qabul qilinmaslik demekçi. وَمِنْ أَشَدَّ مَا تُعَانِي مِنْهُ عُقُولُنَا. Yani bizning aqlimiz, bizning zihniyetimiz, bizning fikrimiz giribda bo'lgan eng ig'ir kasallardan birisi o'zini tanqid qilishga hozir olmaslik, o'zining mangan yo'lini murojaat qilib qaytadan qarab chiqishga va xatoliklarni tepib chiqishga hozir olmaslik. Bizlar oldingi qatimliq mazmunlarda boshqalar tarafidan Aşta bir tanqidlar kelib qolsa, bunga tutulgan pas pozitsiyon tilgan bo'lsa, hozir yani insonni yetilishga tegishli har doim men to'g'ri qildimmi, xato qildimmi, mabi pozitsiya. Yani bir masala yuz bergan bo'lsa, natija to'g'ri chiqmagan bo'lsa, ish kutgandek bo'lmagan bo'lsa, shu vaqtda kallaga keladigan tunji zihniyat asli, kallaga keladigan tunji fikr qanday bo'lish kerak desa, yani tekrar o'ziga bir qarab chiqish, to'xtab tura, biz neni xato qildik? Qaysi qadamni xato qildik? Xatoliklarni tepib chiqib, ikkinchi qatim bunda xatolikninki yuz bermaslik uchun kapolatlik qilish zihniyati bizda eng kam zihniyat birisi. Biz mushuning yo'qsul demakchi. Buningda tabiiyki hech kim bunda salbiyatni oshkor qilmaydi, ama bunun bir fatvosi bor. Qana fatvosi bor desa, وَذَٰلِكَ aşu yuqarqi xata zihniyet nemiga tayinib şekillenib qolgan zihniyet desa, insan, kishi kishining majburiyati tirishchanlikni ko'rsatish, hamda natijaga erishish uning majburiyati emas. Haliqi bir go'zal gapdan birisi bor. Ama balkim biz shu nuqtada shu gapni xato vosita qilib olgan bo'lishimiz mumkin. Safar bizdan, zafar Allohdan. Intayin güzel gap, aqida babidagi bak muhim bir ish. Çünkü kelgusininki şu minutdan keyingi ishlarning qanday bo'lishi hammasi bir taqdir masalasi var, buningga ishonish masalasi var ve masalalarga yuraklilik bilan qadam olish masalasi var. Buningga asli ishlatilishga tegishli bu jumlani kelib nega ishlatib olamiz desa, o'tmishdagi qilgan xatoliklarımızdan savoq olmaslik. Yani tekrar xatolikni qanday qilaverish, tekrarlayverish ki nisbatan bir paket hujjatlab qiliqliq. Yani ben şu noktada bizden tilimiz bilen ifadelendiğin bir ifadesi var bununki burundan tatip hem de deyimiz şu olarak manda olmadı, manda kımıdık manın bir oyunu pakıda dese benim kolumuzdan gelgenden kıldık, kalganım Xudayımın üstünde dep koyup kılıverdiğin bir işimiz var ya, ben bu şu gapninki rast gap emasligini men amaliy ifodalay olaman, isbotlay olaman. Qanday desa, aramızda hech kim o'zining shaxsiy sodasida bu gapni demaydi. Amaliyot ishlarining hammasi Allohning nazarida o'xshash. Faqat diniy ishlardan deydi bu gapni. Masalan, bir odam yillab bir yil soda qilib, yil oxirisida ya ochgan zavodidan, ya shirkatidan, ya do'konidan ziyon chiqib, ishlar ko'rilsa, cho'qqin bu odam bir o'zgartish olib boradi. Bir qitim qaytadan qarab chiqadi, kim bo'lsin? Bu nimish qiziyan chiqadi deydimdi. Herkes şu vaqtida mush gapni ishlatmaydi ki, safar bizning zafar Allohdan deb bu gapni vaqt ishlatmaydi. Ama biz sodani qilsak bo'ldi, tirishchilik ko'zimiz qolgani, Xudoyim bir ishga qarab bo'ldi deb qilavermaydi. Ya u sodani boshqa soda almashtirdi, ya uslub almashtirib taqidi, yoki bo'lmasa har holda ma'lum darajada masalaga bir qaytadan qarab chiqadi sodasida, yani o'zining shaxsiy manfaatiga munosabatli bo'lganlik uchun. Bu zihniyet fakat nerede var desanlar, fakat ilgisi yok dini işlerle bulunduğun zihniyet. Bu xil fikir.
Chunki endi ushq bunda ig'irroq ketmasa desak, diniy zararlarninki hammasi shaxsiy bo'lmagan ekan, diniy zararlar. Bu bizga nisbatan ashroq bir ya'ni bunda bir ko'nlardan bizga qilib qolgan bir gap bor ya. Eshak boyining, tog'a boyining yiqil suyib unutgan bir tuyg'u, garchi eg'izda deyammasakmi, mush nuqtada ashta bir bo'lib qolgan qarindoshlar. Ya'ni bu yerda bunda bir ahvol bor. Qazo va qadar taqdir masalasi bilan ishlarni eng voyaga yetkazib planlash, undan keyin o'tmishdagi, ya'ni o'tgan ishlardagi xatolikni qaytadan qarab chiqish va tuzitish ikkisining o'tirini elishtirib o'tish ahvoli bor. Shu avtor davotida bu yerda wal khalatu bayna qadariyatin nata'ij va hudusiha bi qadarillahi va mashi'atihi waqta ma yasha va bayna al-muraja'a va an-nazar fi al-khutta va tasawwur va majal al-akhta khata'un fadih. Ya'ni natijaningki qadarga munosabatlik ekanligi, natijaning Allohning taqdiri va xalqa vaqtdagi xolishi bilan paydo bo'ladiganlik masala bilan planga qaytadan qarab chiqish, tasavvur qilish, xatolik o'rinlariga qarab chiqishning o'tirini elishtirib o'tish xatoun fadih la yuqtafar. Bu kechirilmaydigan bir ig'ir darajada bir xatolik. Avtorining 13-turda davatqani bu. Masalan, bir misol avtor Alloh tabaraka va taoladagi fa misolni ko'rsatdi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Uhud urushidagi mag'lubiyatidan bunda bir xil hayron qolgan vaqtda buna javob berdi. Nimishqa Uhud urushida musulmonlar ushurgan talobatni bek shashirdi, cho'chiydi, nimishqa hayron qoldi desanglar. Shu vaqtda musulmonlarning kallasida bunda bir xato ko'z qarash shakllanib qolgancha. Masalan, oldin qiyinlisi Badr urushi yuz berdi. Badr urushida asl urushga chiqmagan, yengil qurollar bilan chiqqan. Faqat karvonning oldini to'sqinlab chiqqan bir ishdi. O'ylamagan yerdan Allohning irodasi bilan ikki qo'shin uchrashib qoldi. Musulmonlardagi yengil qurol, tayyorliqsiz chiqqan ahvol, oddiy hozirlik bilan Makkadan maxsus karvonni qo'g'dash uchun kelgan muntazam qo'shin, puxta tayyorlab kelgan qo'shinning o'rtasidagi zo'r farq bilan turib, musulmonlarning g'alaba qilishi manda bir xato tushunchani akab qo'ygan. Ya'ni biz musulmon bo'lgandan keyin g'alaba qilishimiz kerak-da tushunchasi. Amaliyotda musulmon bo'lishning o'zi bilan g'alaba qilishga yetarli emas. Hatto dedik-ya oldingi qatimliq darslarda. O bir payg'ambar va qo'shin asli. Payg'ambar va qo'shin mag'lub bo'lmas kerak. Lekin Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda mag'lubiyatning sabablari haqida mana bir narsaga alohida eskartdi-ki, davotdi. Avalamma asqabatkum musibatun qad asabtum mislayha qultum anna hada. Sizlarga musibat yetsa, tabiiyki, Badrda sizlarni ularni qanday qilgantinglar, uchratgantinglar o musibatga. Sizlar bunun hayri taajjublanib qultum anna hada. Nimishqa bundan mag'lubiyat bo'ldi deysizlar? Qul huwa min indi anfusikum. Bu sizlar sabablik deydi. Sizlar sabablik. Ya'ni oyatning ishorasi shuki, sizlar olgan qarorlaringlarning boshdan oxir holatini bir murojaat qilib chiqinglar. Qaytadan qarab chiqinglar. Qilgan ishlarga qarab chiqinglar. O'zinglarning ahvoliga qarab chiqinglar. Shu yerdagi xalallik va kamchilik o'rinlarini topa olasizlar. Bunda balkim sizlar o'qigan bo'lishi mumkin. Qaysinglar bilasizlar Uhud urushining munosabatli oyatlarini? Uhud urushi qaysi surada, qaysi oyatlarda tilg'andi? Vaqalikni bilasizlar, ma'lum ijmoliy shaklda. Lekin Uhud urushi tilg'angan oyatlarni bilamsizlar? Sura Al-Imronning 121-oyatdan taxminan 172-oyatgacha deymi? Ya 178. Taxminan 60 oyatga yaqin oyat. 60 oyat. Mushu oyatlarda bizga musulmonlarda yuz bergan bir puluk xatoliklar tekrar tilg'anadi. Musulmonlarda yuz bergan. Birisi yo'lning teng'i kelgan vaqtda kishilarning 3dan birininki qina qilishiga qaytib ketishi. Tabiiyki ularni munofiq deymiz-da, ammo musulmonlar jamiyatining bir qismimdi u. Gerçi amaliyotda munofiq bo'lsa, shakl jihatda normalda musulmonlar deb yurgan odamlar. Bu bir halal masalasi. Ikkinchisi
İz hemmet taifetani en tefşela. Banu Harislan Banu Salim oğu deymi. Bu iki kabilenin adamları adamla ketkendiğin kin bir xil qandaqып qalğan, ikkilinip qalğan. Kesek olamı? Ya qatnaşsak olamı ya? Ma şekilde. Bu mu bir meselenin beşi? Qarindaşlar, ma'lum bir mesele. Gerçi bu iki kabile ketmegen bolsun, iki cemaat. Lekin bir hemmet ko'ngliga shunda bir kip qolganda, yani bu mu bir g'albaga ta'sir etkizadigan bir ishlarning birisi. Andan Rasulullah'ninki taq ustiga o'rinlashtirib qo'yishlari. Taq ustiga o'rinlashtirib qo'yishi. O'rinlashtirib qo'ygandan keyin bularning buyruqqa xiloflik qilib qanaq ketishi, tushib ketishi. Bu bir masala. Andan keyin bularning kallasidagi shu vaqtdagi o'sha xiloflik qilishga turtki bo'lgan zihniyat masalasi bu eng echinishli masalaki. Ve minkum men yuridu dunya cihatga chiqqan sahabelarni Alloh nimda atadi. Sizlar aranglarda dahi dunyoni ko'zlab chiqqanlar va dedi. Ya'ni bu yerdan men bu darsda Uhud urushini butunlay so'zlab bo'lmayman da, ammo bir qator masalalarni tizib akasak yuz bergan masalalar xili bor. Agar men o'ylayman, Uhud urushida ashta bir talafat yuz berib, musulmonlar beshini bir qitim silkish purusda bo'lmagan bo'lsa, musulmonlar bir beshini silkish purusda bo'lmagan bo'lsa, mencha bak pishib yetilmaydi musulmonlar. Va ketdiki, biz degan musulmon nima aytgandikin hammadan shu g'alaba girishimiz, Badrda erishdik, Uhud erishdik, ketaverdi. Halbuki Uhud'daki bir qism talafetler bilan Maidiya derhal çörüp taşlanıp to'xtab turar. Bu payg'ambar va bir qo'shin xatolik o'tkazib qolsin, o'xshash yangilayveradi ekan. Endi Rasululloh dunyodan ketgandan keyin biz kim endi? Bizning musulmon bo'lganligimiz uchun xatolik o'tkazib tursaqmi g'alaba qildigan ish bo'lamdi? Tabiiyki bo'lmaydi. Mavalaqa sahobalarga nisbatan ajoyib bir cho'ng bir qitimliq dars oldu. Bu darsdan keyin sahobalar asasen shundan keyingi janglarda qanaqib boqmadi, yanglab boqmadi. Ama bir gapni qistirib qo'yay. Men Uhud urushini mag'lubiyatga uchragan urush deb qaramayman. Shunga ig'izimdan mag'lubiyat ifodasi chiqmaydi Uhudga nisbatan, faqat talafat iborasi chiqadi. Uhudda haqiqatan nurg'un talafatlar bo'lgan, ig'ir jon ziyni, iqtisodiy ziyon bo'lgan, lekin urushda men mag'lub bo'lgan deb o'ylamayman. Chunki mag'lubiyatninki unda harbiy nuqtadan qaragan vaqtdagi bir qancha ifodalar bor emasmi? Masalan, shundan ismda qolganlarni men sizlarga deb beray. Birisi mag'lub bo'lgan kishilar g'alaba qilgan kishilarning qo'liga qanday tushdi, asir tushdi. Xuddi Bedirda 70 mushrik musulmonlarga asir tushgandek. Halbuki Uhudda musulmonlardan birasi ama müşriklerin kulluğunu düşmedi, esraga düşmedi. Bu bir mesele. İkincisi, Medine şu vakitte bütünley müdafiyasizdi. Davamlasak mı buldu dersine? Eslima münasebetlik olganlık için esle gibi depip gide insanlık kap kalsa her türlü paydası oluş mümkün. Medine'de şu ayalla cengi çıkanmaydıgan acizlar, muşluk kap kalgan. Yani eğer Müslümanların mağlup buldu diyen takdirde Mekke'den kelgan müşriklerin asosiy maqsadi Madinani teptuz qilib o'tishdi, shu vaqtda elishdi. Bular Mekke tarafga mangmay, nega mang'atdi? Madina tarafga qarab mang'atdi. Lekin Madina tarafga qarab mang'madi. Bu bir. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, jang maydonida g'alaba qilgan taraf qolib qoladi, mag'lub bo'lgan taraf ketadi. Normal janglardagi harbiy nuqtadan qaragan vaqtda. Uhud maydonidan kim ketdi, kim kaldı bu hamleyle iniq. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü mag'lub bo'lgan tarafninki g'alaba qilguvchi tarafning keyinin qo'g'lay olishi mumkin emas. Musulmonlar shu vaqtda aytsalam, shu Hamraul Asad degan urung'ichi qo'g'lab bordi. Hatto ashada 3 kun qarorgoh tikdi, muaskar tikdiki kep qalsa qanday qilamiz, mishada saqlab bitirib qilamiz degan shaklda. Bu xil qo'g'lash harakatiga Rasululloh mush Uhudga qatnashmagan hech kimni qatnashqilib qo'ymadiki, illaki Jabr ibn Abdullah radhiyallohu anhudan boshqa.
Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu bir egir özür sebepli katnışamagan boğaçqa bunu qoşalgılı koydu. Başka hiç kimni qoşalgılı koymadı. Ki Mekke'de kelgen müşrikler Medine'den yardım qoşunu kepti demesin dep. Yani Medike mağlup bolmağanlarını mağlup bolmağanlıqını ifadalaş. Hem de degil tutsak şuna oxşaş nurgun askeri harbiy taktiki noktasından harbiy közlen qarasak nurgun taraflar var. Bu taraflara qaragan vaqtda Uhud uruşu Müslümanlığın mağlubiyet uruşu emas. Lekin talafet uçurgan uruş. 70 adamninki şehit oluşu, nurgun adamның yaralanışı dep talafet ihbarasını işletsek. Bunu da mağlubiyet uruşu emas. Şoňaşqa Uhud uruşu nispeten menin qarashym egir derejedeki bir savak. Egir derejedeki bir savak. Uhud uruşu bir qitimliq tavlaş uruşu ve Uhud uruşuda yüz bergen talafet amdi Resulullah'nınki şu manzillerinki yaralanışı, tişinin tökülüp ketişi meselen. Resulullah'nın orakla göçüp ketişini tartı bu addi iş emas. Bularning hammasi bir qata ötküzülgen hatalıqlar. Şu vaqtdagi bir qata kalladaki hata zihniyetler tüpelidin. Yüz bergen desek buludu. Abdurup bunu bir yerde yani ayetninki bu talafetlerge qarta qaytuğan cevabının kul huve min indi anfusikum degan muş tarafini bizga delil qilish uchun bu yerga qanaq qildi. Ekeldi ki özünün hatalıqıga tekrar qarash, meselelerni qaytadan qarab chiqish, hatalıqlardan savaq qilish, bu taraqqiy qilishninki, güllenishninki, o'rnidan dast turishninki muhim omillardan birisi. Ma'al asaf afsus bizning navbatdagi ahvolimiz, zihniyatimiz dal mushkil ahvolga nisbatan taqaq. Yani bizde özümüzni tanqid qilishga hozirligimiz yo'q. Mangan yo'limizga qaytadan qarab baqish yo'q. Mangan yo'lga bir qitim qarab baqish yo'q. Ondan keyin xatoliklarimizni qaytadan bir qitim teyip chiqib tuzitish ideyasi yo'q demakchi. Hadal bahsul mustamir عن التحسين والتجويد والتطوير تقوم به كل المجتمعات. Bu xil şekildeki izdeş yani texim yaxşılaş, texim yaxşı tahsin oxşaş, tecvid oxşaş ma'noda tam taraqqiy qildirishni har qanday jamiyat qiladi. Men bayatın dedim ya qarindoshlar. Bu diniy ishlardan boshqa har qanday ishda o'ylanadi adam. Bir tijorat qilgan bir shirkat bultu bir yıl qilgan tijaretidan qayta bir savaq oladi. Yig'ilib o'tirib, ha bultu savdo qilib to'q, manchak foyda chiqibdi, manchlik ziyon chiqibdi. Endi bu yil nima ish qilamiz? Mushlikda illa ki shu diniy sohada xizmat qilayotganlar, ko'zimizni yumib o'liblamamizki, o'tgan vaqtlarning hammasini maqtangudek, faxrlangudek tarafimiz olsa, maqtanib, faxrlanib, kupoylanamiz bo'lmasa, xatoliklarimizni qaytadan murojaat qiladigan ishlarni asla va asla qilmaymiz. Yine tekrar esletkim keldi. Aldan qatımlıq dərslerde bir qitim dəpərdim bolğay. Bir yaxşı niyetlər bilan məktəbi 85-ci ildən tartıb 2020-cı bolğan arlıqdakı 35 illik keng köləmlik bir xatalıqlarının da yiraqdan qalanğan kiçikləşkən nusxasını bir qata müracaat qilib chiqili deb bir fikir oturğu qo'ylashalar. Bir neçə adam birisi bilan paranlaşmaz, bir neçə adam birisi-birisiga qarmaz. Bu ketken ahvallar var. Yani fakat özümüzne qaytadan bunda tanqid qilish babı kelgan vaqtda biz endi nol desek ig'rik etmaydi qarindoshlar. Ammo fi mujtamaatina bizning jamiyatimizda mayli o sebep yoki boshqa sabab tufaylidan olsun, fali sababin aw li akhar degani o sebep yoki bu sebep tufaylidan olsun, o'tmishga qarash va uning xatoliklariga qarash boshqani ayblaganlik qiladi. Men bayatın degan gap shu. Yoki fitnening ishiklerini, ixtilofning ishikini, ta'talashninki, bilinishning ishikini ochqanlik qiladi. Fitne uxlaqliq, Alloh uni uyg'otqadimi la'nat qilsin deb qattiq go'zal bir gapimiz va mashta qilamiz. Boshqa ish yo'q. Biz bultumanda xatolik o'tkazdik desa, fitne qilganlar bo'ldimiz endi. Hakada ashta qilib qanday bo'ladi desanglar, va hakada takarrar nafsul axto. Hakada tekerrer nefsle okşaş hatalık tekrarlanıdı ve kanla akıdı. Cemiyetle canlılık güçle hatalıklarının bedelini bir qatim
2 qatim yoki 3 qatim o'taydi. Qanday qilmasdan hech kim hal qilish chorasini o'ttirg'i qo'yishga diqqat qilmasdan o'tkazgan xatoliklarımızdan hal qilish chorasi nada deydigan nuqtaga diqqat qilmaymiz va o'talgan badal mushu xatolikqa kelgusidagi bir fursatga erishishning qarshiligi degan nuqtaga hech kim diqqat qilmaydi-ki. Biz bultu xatolik qilib yoki o'tgan 5 yilda xatolik qilib, o'tgan 20 yilda xatolik qilib tatqan bu badalimiz kelgusidagi bir to'g'ri qilishimizning vositasi degan ideyaga hech kim kelmaydi demakchi. Basotatul hal degani hal qilish, chora o'tirg'i qo'yish degan gap asli. Basot buni yeyish degan ma'noda bilasizlar, basqota yoydi. Chorini o'rtaga qo'yib oldimizga tashladi degan ma'noda. Bu gapni o'qigandan balkim qat yastag'rib, biroz yot his qilishi mumkin, g'ayri his qilishi mumkin. Biroq Thomas Edison'ninki bir muxbir mundaq bir so'z cho'chak haqida so'g'a vaqtda bergan bir javobi bor. Bu so'z cho'chak qanday taqalgan desanglar, Edison 1000 qatim mag'lub bo'lgan tajriba beribdi deb taqalgan bir so'z cho'chak haqida bergan javobi bor. Shu vaqtda Edisonning qaytgan javobi nima bo'ldi desa, men to'g'ri hal qilish chorasiga bormaydigan 1000 yo'lni bilib oldim degan. Balki Edisonning bu bergan javob balkim shu vaqtdagi bir chaqchaq shaklda bergan javobdir, muxbirga bergan javob. Yoki shu vaqtdagi muxbirning savolidan qechishdi, ammo oddiy bir ig'izdan chaqchaqsiman chiqqan gap bir odamningki zehniyatini ifodalaydi-ki, o'tmishda o'tkazgan xatolikni qaytadan qarab chiqib, shuningdan savoq qilish, shu xatolikka takror tushib qolmaslik ideyasi bir adamning chaqchaqlarida qanday qiladi aks etadi. Ya'ni men 1000 xil xatolik, ya'ni to'g'ri emas 1000 yo'lni o'rganib oldim degani gerçi bir chaqchaqdi shu men bayatında deganimda, yoki muxbirning savolidan yengil shaklda bir qechib olishdi, ammo bu gapning o'rami, shakli ana zehniyatning bilmasi ifodalasi. Agarlarki biz shaxsan men bir ishni qilib oxiriga chiqmay mendan ashta muxbirdan birasi siz 10 yilning haqida mashina qilaman deb yuribsiz, ammo qilgan netingiz bo'lsa men endi shu vaqtda ko'p so'zlab ketaman. Onun yaxshida mana javobini topdim. Manda natijalarni qildik, yani ana qildik, mana qildik bir shaklda ko'p so'zlab ketishim mumkin. Chunki ma bizdagi zehniyat bir masalaga bir insof bilan qaramoq lozim demakchi. Robert Scholler shuna deydi: men fikrimni o'zgartib, utuq qazinishni aynı yo'lda davom qilib mag'lublashdan avval ko'raman deydi. Tabiiyki bu bir normal mantiqiy bo'yicha aytgan vaqtda to'g'ri gap, ammo mushunchalik bir oddiy to'g'ri gapmi bizlarga nima deymiz, uslub o'zgartib degan gap oldingi uslubda xatolik bo'lib qolsa, uni qo'yib boshqa uslubni qo'llanish deganlik. Ya'ni shu bizning hozirgi temamizga munosabatlik. Mushunchalik ahvolmi qanday qotadi bir nerdan kelib qolgan zehniyatlarimiz bizda ta'tir urilishib qolganlik demakchi. Tesrosna deydi, har qanday bir o'zgarish hamroh bo'lmagan o'zir aytish nima hisoblanadi? Ahonat hisoblanadi deydi. Ya'ni bir qitimli xato qildik deb to'g'ri qildi degan vaqtimizda cho'qim aşı gapimizdan bilinib bir o'zgarish degan gap bilan masalan oldin qatimqi noto'g'ri bo'lgan yo'lni qanday qilish o'zgarish. Nixon Churchill shunday deydi: biz qudratimiz yetgan ishni qilish kifoya emas, balki bizning talab qilinadigan ishni qilishimiz kerak deydi. Mana bir nuqta, muhim nuqta. Yana digiltsa qarindoshlarimda biz bir xato urilishib olgan ba'zi zehniyatlar haqiqatan ko'p. Men shunga hayron, buni bir necha qitimliq darsda takrorlab o'tdim. Jamiyatimizda tug'ilayotgan odamlar hammasi oq, uchuq, kallasida hech qanday bir narsa yo'q, tug'ilib o'sib ketiladi, ammo nima uchundir o'qimayman. Shu masalan men tug'ilgan vaqtimda hech nima o'qimayman dedi. Asli bir pokiz kalla bilan boshqa zehniyatlar yo'g'onsam bo'ldi, lekin mening oldimdagilarning zehniyati aynan kuchilib kelgandeklar bir ahvol oldi bizda-chu. Ya'ni bu shu demakki, biz hozir shu yashayotgan, ikki putlab o'tirayotgan, tirik yashayotgan o'rtadagi sili bizlarga zehniyatimizni o'zgartirib, bizdan keyin keladigan avlodlarningki zehniyatininki go'zal shaklda kelishiga kafolatlik qilmasak, endi tug'ildigan bu odamlar
özünün aldıklarından oxşaş etildiken, toğuldiken, özünün aldıklarından oxşaş etildiken, yani şu şekilde davam kıldiken, boğulurumuz ötküzgen hatalıkını, dadımız ötküzdiken, dadımız ötküzgen hatalıkını biz ötküzdikenmiz, biz ötküzgen hatalıkını balımız ötküzdiken, bu hatalık tekrarlanıyor degan gap ağzımızdan hatти hatalık deb chiqqan bilan bu bak bir çoğun gap bulucu. Boğumuz ötküzgen hatalık işgaliyatga tushish, dadımız ötküzgen hatalık onu işgaliyatni Xitoyni vatandan qo'g'lab chiqarmaslik, biz o'tkazgan xatolik shuning aslında izlash, ham bizning bolalarimiz o'tkazgan xatolikmi, yana shu aynı şekilde xatolik balkim undan og'ir bir bedel bo'lishi mumkin. Bunday qilaversak bo'lmaydi qarindoshlar. Cho'qim chumilining yo'lini uzib o'tgandek bir avlod o'tmishdagi zihniyatni uzishimiz kerak. O'tmishdagi xatolikni bir avlod to'g'rilashimiz kerak. Bizdan boshlab to'g'rilansin. Ondan keyin neticemi hem belki qanday qilish mumkin, bizden başlap o'zgarishi mumkin. Mesela Amerika Qo'shma Shtatidagi cho'ng organlar var. Cho'ng organlarda to'liq arxivlar bor ekan. Tujadu milafat kamila to'liq arxivlar bo'lib, bu arxiv nimaning arxivi desanglar, shu o'tgan bütün xatolik va mag'lub bo'lgan tajribalarning arxivimish ki bihays bu xatoliklardan foydalanadi deydi. Bu hatalıklardan faydalandı. Bu pek mühim nokta. İnsan mı da real yüzüne eliş gerek. Korkmayın da. Neme geldi sana hatalıklığa. Bir adam özündeki 5 yıl içindeki hayatını bir hulaslayıp bakış gerek. Nerede hata ettim? Bunu yanılap bakış gerek. Muşnunla yüzüne eliş gerek. Gözünü yuğan açıp karıya eliş gerek özünden hatalıklığa. Pek mühim nokta karındaşlar. 14. Hata zihniyetlerden birisi meselelerin işlerini qattiq addiylashtirish. Addiylashtirish nega apiradi desanlar, beparvolikqa apiradi. Yoki meselelarda haddidan ziyoda mubolag'a qilib yo'g'intish. Bu nega apiradi desanlar, meseledan qechishga boradi. Birisi beparvolikqa borsa, birisi qechishga boradi. Wa mimma yuaddi ila takhalluf, ya'ni chekinishga iboradigan işlardan birisi işlarni tasdih shadid qattiq addiylashtirish yoki ishlarni mubolag'a qilib tahvil yo'g'intish. Chunki ba'dul muslimindagi chunki ba'zi musulmonlarning qoshida tayyor bir choralar, oddiy choralar, har qanday masala, bunlar ham o'tkazildi, oddiylar. O demakchi o'g'ini bir haqqini vermaydi demekçi. Bunlar ham qo'lini kengaytirlar. Ha, oddiy ish qiladi. Bunda parvosizlik qiladi. Yeni bir bölük insanlar var ki işlerini yuhavvil, yoğunutudu. Yudahhım, onu okşaş yoğunutudu diyen manada. Şu derece değil ki bunu olan iş kılış tesop kalıp degene hiç iş kılılmayatkan haletke kılıdı. Bazılar addi kılıp bundan ötküzü ötüp meseleden kaçıdı. Pervasız halet gidiyordu. Yani bazılar meseleni yoğunutup kılılmaytay o iş ne? Maya kılıdı. Daimen ma yakun hadithu. Bu şekildeki gapның köpüncüsü hissiyati, anlayın oylanmagan bir şekilde gap buludu. Atifiyen, irticaliyen. Yani hissiyat ve oylanmagan bir şekilde gap buludu. Ve pat min hayn li ahar degine pat bütün dünyanı kutkuzduğun bir kutkazgıcı kumandanға şarat kılır degine karama. Hemiş olsa kumandan üzeyimiz kelgüsümüzdün. Ben balamğımda qarab 6 baldırımның içinden bir iskim daha qarab muşu kelgüsü çoğunluklalay dep ümidim neşege bağlayman. Yeni birisi bunda baldırıga qarab baldırının içinden birisini bağlaydı. Ma bizim bunda ailesi noktasında davatı. Bunda çoğak cemiyet noktasında hem de çok kum bir ertuğruldak edenden birisi ortağa çıkıp bizim milletin kutkassa dep yani üzümüzdün meseleni, mesuliyetini aldığımızga ihtirap koyup kelgüsüdeki bizden kutkazmakçı olan yaman çoğun kumandanın birine kana kılımız saklayınız bölünmüşler. Eminette öyle asmandan düşmeydi hem de. Asmandan düşmeydi etkim. Tağdan kazıp ekek olmaydı. Yehedin inmeydi. Bir cemiyet asli özünün işinin üzeri bir kişilik hayatta kıpılalaydı. Ama da bir köptüreşme adınız ya da harcıt yok. Bizim belki bazı düşüp kalımız. Belki siyasi yollarca oylap bu milletin meselesi 100 yıllık mesele. Nereden başladı? Bu milletin meselesi 50 yıllık mesele nereden başladı? İyi Resulullah yok diyordun. Çıkıp mesela 23 yılda bir milletin avukatı oldu mesela. Onda örneklerine etrafımızdaki
musulmon va g'ayrimusulmon unda o'ndan qopgan millatlarning hamma ahvoliga qarab baqsak, bir odamning hayotida jiqishli bo'laqliq endi. O odamlar do qarab baqib o millatining berbat ahvoli, tugashgan bir ahvoliga qarab hozirdan boshlab bir planni o'tirib qo'yib, bu 50-60-100 yildan keyin bu millat uyg'onadi. Mana shaklda qilmoqlik. Bir odamning hayotida qiliqliq ham boshlanadi. Bu hammasi nima desanglar, yani şu bu ibayat 14. Masalani oddiylashtirish yoki zodi ko'pdir o'tish masalasini berib taqildigan ishlar. Kesin feyn ikkili turdagi odamlar, ya oddiylashtiridiganlar yoki murakkablashtiradiganlar ijodiyat ruhini, andaki yangi fikrlarni o'tirg'a tashlashni o'ltirishga boradiki, kelgusini saqlagandan keyin o navbatga odamlarni kartini chiqargan bo'lamiz endi. Kartini chiqargan bo'lamiz. Kelgusida bir qo'mondan chiqsa degan gap, men, sen, u atrofimizdagi hammani yo'q qilgan bo'lamiz. Ya'ni bizdan chiqmaydi degan bir yig'iz qaram demo pichet. إننا أمام منظومة فكرية في ساحة النهضة في المجتمعات الإسلامية تحتاج في بعض أجزائها إلى تغيير شامل. Biz İslam cemiyetlerindeki gülünüz sahasındaki bir fikri sistemden aldık onun bazı kısımlarda keng ko'lamlik o'zgartirishga var ihtiyacı var. Endi mavahili cho'nga qilibdi madem uchun. Arab İslam devletlerideki fikri sahadagi sistemni gapirmoqda. Bizda bir sistem, fikri sistemni beni qurishga ehtiyojimiz var. Mavla o'zgartirishga ehtiyoji var. Bizning qurishga ehtiyojimiz. Chunki o'rtada bir fikri sistem deydigan sistem men bilib yo'q deb o'ylayman deb bo'lib o'zimning kamchiligidir, balki topolmagandimi yo bilinmagandimi yo tushunolmagandimi. Men xususan shaxsan yo'q deb biliglik hozir qilar. Balki aranglarda aramizdagi bir fikri sistemni bildigan odam bo'lib qolsa, bizga bir ta'minlasa yoki paylasa Allohga duo qilamiz endi haqida. İslami sahada xizmat qilayotgan xayriyat muassasatlarining ko'pinchisi mayli o partiyalardan bo'lsin, jamoatlardan bo'lsin, hukumat organlari va unda boshqalardan bo'lsin, taqum min haythu la tadri aw min haythu tadri, bilib yoki bilmay mushu ko'rinishlarni yiltizlatqizish ve evlatlarını, hizmetçilerini şu asasda terbiyeleyni, takum akeynedeki meselelerden kuşa terbiyeleydi. Yıldız tatlısı, muşbir xil ahval aştabat demekçi. Bu fehiye min canibin tetahaddes anin nahda, bu nimele, bu fikir sistemisi bir taraftan gülünüş hakkında sözleydi, yeni bir taraftan şu gülünüş ekimini toxtuşqa baradigan bir işler üstüge terbiyeleydi. Aqatish fikrini izlash xizmati, aqlni tanqid qilish xizmati islom jamiyatlarida va yuqorida tilga ilingan fikr uslublarini o'zgartirish, bahsi bu yerda o'tgan, bahsning zikri bu yerda o'tgan fikir tefekkür qilish uslublarini o'zgartirish bu islomiy gullanishning boshlanishida zarur bir muqaddima. Abdur muhim deb qarag'achqa biz yuqorida o'qib o'tgan 14 turlik bir xil tefekkür uslublarini, ya'ni takror bir qatim rasmlik shaklda oldimizga qo'ydi. Biz buning har birini tafsili o'qib o'tgan bo'ldik. Bugungi darsimizda oxirgi ikkisini o'qigan bo'ldik. Mushtamaslar qarindoshlar. Va yuqorqi o'qib o'tgan 14 turlik fikr uslubi dal bizda tepilib qolsa bo'lmaydigan fikr uslubi. Tepilib qolgan bo'lsa tekrar murojaat qilishimiz kerak, o'zgartirishimiz kerak, siqib chiqaritishimiz kerak zehnimizdan. Hamda abtur keyingi betni alsak 156-betda oldingi darslarda, oldingi mazmunlarda xato zehniyatlarni, qotil zehniyatlarni o'tirg'a qo'ydi ya. Endi hozir bizga bir yaxshilikqa asosda bizdan talab qilinayotgan bir bo'lak fikr masalasini o'rtaga qo'yaman. Chunki yuqorqi 14 turlik xato zehniyat nereden kelib chiqdi bilamsizlar uni? Malik Nabiyninki 3 dunyo prinsipidan chiqdi ya. Masalalar 3 dunyo prinsipi bo'yicha tefekkür qilinadi. Birisi fikr dunyosi, shaxslar dunyosi, undan keyin fikrlar dunyosi yaratgan shaxslardan
chiqadigan natija dunyosi deb. Dal shu fikr dunyosiga kirib qolib, ana o fikr dunyosidagi 14 turlik qotil fikrni o'qib o'tdik. Endi hozir bizning talab qilinayotgan bir ijobiy fikr dunyosiga bir qadam tashlab baqili hozir. Ya'ni asharna min qabl ila ta'rif Malik an-Nabi li alim al-afkar. Malik Nabi'ninki fikr dunyosiga ne qilgan ta'rifatiga burun biz ishorat qilib o'tdik. Bildikki bu bütün tefekkür, qimmat qarash, his, tuyg'u shakllarining hammani o'z ichiga oldi ekan. Va biz islom uyg'unish harakatlarining, harakat a'zolarining orasida taqalgan qotil fikrlar to'plamini xususan va umuman islom ummat ko'pchilik jamiyatlari orasida taqab ketgan qotil fikrlar to'plamini bir ko'rib o'tgan bo'ldik, qarindoshlar. Endi biz bu ko'rinishni, bu sahani tashlashning oldida bir top, majmuatan bir top bizning jamiyatimiz umuman nuqtadan ehtiyojli muhim fikr qimmat qarashlarni bir ko'rib o'tishimiz kerak. Biz bu yerda 6 fikrga ishorat etmidagi 6 fikr demay muhim qimmat qarash desak bo'ladi. Nima desak bo'laveradi, muhim emas. Birinchisi vaqt qimmat qarashi. Vaqt qimmat qarashi degandan keyin qalanligini nima keldi? Hozir darhol qalanlik kelgan narsani deb taqaman. Vaqtga yaqinish keldi qachon. Shunami ya? Nima yaqin Abdul qarab baqayli. Yaqulu Malik ibn Nabi, Malik Nabi shuna deydi. Zaman fikrisini belgilash bilan, muqimdash bilan ta'sir qilish va intoj ma'nisi belgilanadi. Buni degan gap endi. Zaman fikrisi degan. Yani biz necha kundan beri dersimizden baş tarafida o'tirib qo'yayotgan uzun muddatlik plan, qisqa muddatlik plan dedik ya. Mushu o'qimdagi zaman o'qimi. Yani biz ishlarni bunda zamanning cheki yo'q shaklda planlagandan keyin ham ishimiz oqmag'ini shu. Zamanning bir cheki var. Bizden qiladigan planlarimizning bir cheki bo'lishi kerak. O qanchalik olsa mayli, ammo bunda cheksiz, sınırsız vaqt bilan chek qo'yilmagan, sınır qo'yilmagan shaklda xizmat qilish bu bizni asosan ishlab chiqarish ruhidan, boshqalarga ta'sir qilish ruhidan ajratib qo'yadigan bir ishlarning birisi. Vaqt va huwa ma'na al-hayat al-hadirat allazi yanqusuna. Bizga kam bo'layotgan navbatdagi hayotimizning ma'nosi vaqt. Vaqt shu. Mishakiga vaqtda men sizdan bir savol so'rayman. Abdur qaysi nuqtaga tayinib turib, balkim Abdur uni o'ylamaganda, lekin mening so'g'im keldi. Vaqtni bizning hozirgi hayotimiz debdi ya. Mushunga nisbatan qaysi alda bir boshqa o'zguchi bir fikr bor. İnsanning hayotini vaqt debdi. Birazdan o'zguchi fikr olsa anglaymiz. Agar bo'lmay qolib qolsa, mening kallamda xilidan buyon mushu tafsirlarga qarash jarayonida kallamga kelib qolgan bir fikr bor. Buni 5-2 minut vaqt ketishi mumkin, sizlar bilan o'rtoqlashima. Gerçi kitapta o gap yo'q olsa-mu. Bizning qadimdan tortib qolib qolgan bir gapimiz bor. Vaqt oltindan qimmat deb. Mencha bu aloqa vaqtning qimmatini biroz aloqa tushirayotgan gap-ku bu. Vaqt oltindan qimmat degan gap vaqtning qimmatini tushirayotgan gap. Oltin bilan so'rashtirish xato. Ondan sonra vaqt qanchalik qimmat desa, vaqt degan insonning o'zi shu. Vaqt insonning o'zi shu. Buni degan gap desanglar, hamma kunda necha vaqt o'qiysizlar, balkim diqqat qilsa yoki diqqat qilmaysizlar, asr surasi bor. Vel asri innal insana lafi khusr. Asrni mufassirlar har xil tafsir qiladi. Vel asrdagi asrni ba'zilar davr deb tafsir qiladi, ba'zilar asr deb tafsir qiladi, ba'zilar asr namoz deb tafsir qiladi. Ammo tafsirlarning ko'pinchisida shu davr vaqt degan tafsir bakroq nimaga ega, ko'proq ham diqqatni tortadi. Nimishqa Alloh insonning hayoti haqida so'zlagan vaqtda vaqt bilan qasam qiladi. Vel asr vaqt bilan asr bilan qasam deb bo'lib, keyingi oyatni o'qib baqsanglar. Oyatni davomliq Muhammad Salih Damullam tarjima qilib bergan bir nuqul tarjima shaklida tarjima qilmay, o'zinglar buni boshqa tushunib baqinglar. Innal inson lafi khusr. Khusr degan nima? Buni tarjima Qur'ondagi
inson ziyon tortquchidir. Ya unda gap yo'q. Xasara asli binasining kamlab ketishi uchun. To'g'ri, ma'no ziyon tortish degan ma'noda. Binasining kamlab ketishi xasara bo'ladi. Xasira. Masalan deyli, menda 10 real pul var. 9 real kaldı xasira. 8 real kaldı xasira. 7 real kaldı xasira. Yoki 5 lira kaldı xasira. Tugidi xasira. Mao asli xasira. Ayet nima deyapti desanglar, innal insan lafi khusrin deyapti. Lafi khusrin, ya'ni inson tugayapti deydi. İnsan qanday qilib tugayapti. Onda olsa biz mishadlam turib bir narsani tafakkur qilib boqaylik. İnson tugayapti degan gap nima degan gap? Oyatning 5ida Alloh vaqt bilan qasam qildi. Vaqt bilan qasam qilib inson tugayapti desa, asli inson degan nima menga bir ta'rif qilib ber deyilsa, mushu oyatga bilan men deymanki inson hayotdan iborat. Boshqa narsa emas. Masalan, aramizda shu topda 40 yaqin qarindishimiz bor. Her birimizga Alloh tarafidan belgilab bergan bir vaqt. Ondan ortiq yashamaymiz. Masalan 60 yil. Deyilse eğer Allah bana 60 yıl ömür vergen bolsa 60 yıl muayyen sandaki bir gün o. Muayyen sandaki bir saat o. Muayyen sandaki bir minut. Hazır aşı saatinin ıstırılkısı çak menvatkan her çakıldaş menin bir minutum ne evatıdı. Menin şu an sizlerse doğatkan menin. Bugün günge çarşamba olgan bolsa menin bir günüm öttü. Yani bir günüm tügüdü degen gel. Çünkü bana birilgen vakit hayatma, yaşaş pursti vakti 60 yılda paras kıldık ya. Aynen boğan bozduk hem de ben ayet gidemdim ögün mü ona okumayımız da. Yani 60 yıllık vaktim her gün ötse bir günden, bir saatten, bir vakitten, bir haftadan, bir aydan, bir yıldan az kalıyordu. Yani manaşlık vakti ben tügüdüm diye. Eğer insan özüne bir kisekte kopurulgan bir bina dep tasavvur kılsa her günü bir kisek tatılıp elini vatudu. Bana çok zaman buldu. Ayet aval esirlen qasam qilib, vaqtlan qasam qilib bulup insan tugab ketib vatudu deydi. Ana olsa insanı tügetmeydigan narsa nima desa, insanın aytgan imani, qilgan yaxshi ishlari ve bu yoldaki haqiqat tavsiya qilishleri ve sabr chidab oxirigacha davom qilishi bu şekilde. Yani mushu sürünün mush beşideki vaqtlar qasam qilib insonni tugayotidi degan mushu ifodadan mening kallamga kelgan xilidan biri shakllanib qolgan o'qim insonga nisbatan vaqtga nisbatan vaqt inson demak mohiyatda, vaqt hayot demak mohiyatda. Uni oltinga o'xshatib vaqt oltindan qimmatli degan gap pek oddiy gap. Ya'ni vaqtning qadrini, vaqtning qimmatini tushunib aytgan gapda. Abdurrahman oyadagi vaqt degan navbatdagi hayotimizning ma'nosida nima? Shu gap bo'lishi mumkin. Balkim shuni o'ylagan yoki o'ylamagan bo'lgan, ammo mening kallamga shu gap kelib sizlar bilan qanday qilgim keldi, paylashgim keldi. Biz bu ma'no, ya'ni biz onu biz bir almagan ma'no, u olsa-mu fikr shakllantirish va faoliyat shakllantirishdagi ichki vaqt uqumi. Mesela hukumlarını şekillendiriş, şeylerini şekillendiriş der. Çünkü hayat ve tarih vakit belgileşki boysunudu. Muşu gapki bayatmen degan gaplarning hammasidir. Hayat belgileşki boysunudu. Degine. Tevkid kana tuğu kana vakit belgileşki boysunudu degine. İnsanın insanlığı mesela men özüm Muhammed Ali desem dedim ya ben özüm okumağa bilen Allah tarafından belgilengen bir vaktim var mı? 40 yıllık, 45 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık çok mutlaka bir vakit var. Mening menlikim şu belgilengen vakit içinde. Yani vakitki boysundan bu. Ve bu ikisininki hayat tarihininki poizi to'xtamay qanday qilib o'tib ketyapti. Yani her bir saatning chiqildab mangan chak ovozi mendan ketayotgan bir parcha. Biz emdan doğan degan nayt inchki vaqt o'tishga ciddi ehtiyojliq. Her bir çünkü biz tugayapmiz. Bizning hayotimiz cheksiz hayot emas. Hatta kapolatga garantiyam ega emas endi. Qanchalik vaqtni qilib qolamiz uqulmaydi endi. Ve kengir qadam olishga ehtiyojimiz bor. Nimishqa bizning kechikib qolganlarimizning o'rnini to'liqlashimiz uchun ve tarix taraf qarab
ketayotgan vaqtimiz hergiz biga-bigaga zaya bo'lib kelsa qana qilmaydi, bo'lmaydi qarindoshlar. Ketayotgan vaqtimiz zaya bo'lib ketib qolsa bo'lmaydi. Deydi Malik Nebi. Yuqoridagi qo'shtirnoqlashidagi shu Malik Nebining gapi. Yani deydi Malik Nebi. Bu amaliy jihatda deydi. Amaliy jihatda islom aqliyatidagi zaman, vaqt fikrini isbotlaydi. Yani jamiyatdagi hayot uslubidagi shaxslarninki ish faoliyatidagi fa iza istaghalla al-vaqt hakaza agar vaqt mashta foydalanilsa hergiz bika-bikaga qo'yilmaydi. Bizning etizimizda hurullarcha o'tib ketmaydi. De bizning aqliy natijamiz va qo'l ruhiy jihatdagi natijalarimiz hammasining miqdori ko'payadi. Mana buning o'zi madaniyat. Ya'ni biz agar vaqtni go'zal foydalana olsak, vaqt bizga nurg'un narsani qozondiradi qarindoshlar. Nurg'un natijalarni qo'lga keltiramiz, ammo madaniyat bo'ladi qarindoshlar. Malik Nebi haqida o'ylab taqinglar. Biz hali necha kun oldida azroq bu odamning ta'rifatini qilib o'tgan. O'zi aljeriyalik shu 80-yillar 70-yillar hisobda 20-asrdagi islom uyg'unish harakatlarininki bir sardorlarining birisi. Nurg'un fikrlari odamga bek ig'ir tegadigan fikrlari bor. Biz qabul qilolmaydigan bir darajada fikrlari bor. Qabul qilolmaydigan degan ham fikrning xatolik emas. Ya'ni bizningki birozalik şeyimiz yani. Yani bizning aqlimizning halqagan nurg'un fikrlari bor, lekin ko'rib boqishga bo'ladi. Hozir yo'q bu odam. إن أمتنا لا زالت تتعامل مع الوقت على أنه شيء غير محوري في قضية النهضة. بزنن ملتimiz yani bizning ummatimiz hilham la zalat degani hilham vaqt degan uyg'unish masalasida bir merkezlik bo'lmagan bir narsa deb muomala qiladi. Yani vaqt bek ahamiyatiga sal qaralyapti. Bunda bir qatil fikirden birisi hüküm sürüyordu içimizde. Bu fikir şuna deydi. Uyg'unish hareketi belki 100 yılda bitishi mümkün deydi. Adamni da deyilgan bilan ichidan o'ldiradigan fikir mavjud. Agar hozir darsxonada mush gapimni anglayotgan qarindoshlar qanday hissiyatda bo'lsa uni o'qimayman. Bizning bu ish, masalan, Sharqiy Turkistonning masalasi 100 yilda Allah desa, ishchan oldin qanday to'g'ri keladi bilamsizlar? İşçi oldun qanday bir his chiqadi bilamsizlar. O gerçi bir alaqa pocha deyildigan gap ham bu. Nihoyat alaqa siyosatni tushunadigan bir shaklda. İşçi oldun bir achchiq bir narsa chiqadi. İşçi oldun qattiq achchiq bir narsa chiqadi. Bu sizlar 100 yil degan gap sizlar, sizning ballarining ballari degan gap hamdi. Bu alaqa odamni tuymay o'tkazib o'tadi shu boshlar. Bu gap nima uchun deyiladi? Bunda 100 yil, 50 yil ketadi, oldirsa qolmaydi degan gap nima uchun deyiladi desa, shu uyg'unish yo'lidagi qattiq asta mengishni oqlashni, ya'ni bunday aytgan vaqtda navbatdagi ish qilganlar emas, o'zimizning ishiningki oqmaganligini yo'gash uchun deyiladigan gap hamdi. Ya asli bir odam bir necha yil sinab baqsa bo'ldi. 4-5 yil sinab baqsa bo'ldi. Aqtudi qana qilsa bo'ladi, trafik qilma, yo'lni bekor qildi, boshqalar sinab baqsa bo'ladi, chunki millatning o'g'lonlari oz emas. Millatning o'g'lonlari oz emas qarindoshlar. Ondan keyin fi g'ayri mahallihi munosib bo'lmasimi? Ba'zi qissalarni tortib akiladi bu yerga. Masalan, Sayyidimiz Nuh alayhisolamning qissasini nimaga dalil qilish uchun desa, yuzlarcha yillar ummatlarning umridagi o'lchanmas degan. Nuh alayhisolamning qancha yil tabliq qilganini bilasizlar? 950 yil shundami? Mushuna kablakanda Nuh alayhisolamni 950 yil qilgandaqlar millatning ishiningki asliga kelishini 1000 yil qapiradigan gap endi. Ammo binasini unutug'liq shu vaqtda. Mush o'zi akagan Nuh alayhisolamning qissasidan bayatdan degan vaqt masalasi muhimligi chiqadi. Qanday desanglar? Nuh alayhisolam 950 yil da'vat qildi-ya. Oxirisida Allohning g'albisi kelib to'pon orqali mu'minlar qilib qolganlar tugabdi-ya. Mayli bu 950 yil olsun, 1000 yil olsun, bir odamning hayotida yuz berdi shu. Shu vaqtdagi ummatning, shaxslarning hayoti shu 1000 yil ekan. Nuh alayhisolam o'zining hayotida bu ishni boshlab, hayotida natijasini ko'ribdi.
Endi bizning yaşımız 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl belgilenilgan endi Allah tarafidan. Onda olgandan keyin biz meseleni biraz pirislash to'g'ri keladi. Meseleni biraz pirislash. Nuh alayhissalomning shaxsiy hayoti 1000 yil ekan va da'vat vazifasi 1000 yilda amalga oshgan bo'lsa, biz o'zimizning hayoti 50-60 yil atrofida bo'lgandan keyin ummati Muhammadiyaning hayoti bu bizning planlarimizni shunga biraz qana qilish kerak, pirislash kerakki, bir odamning hayoti bunga yetish kerak demakchi. Wa rag'ma anna sayyidina Nuh garchi bizning sayyidimiz Nuh alayhissalom o'zining da'vatida 1000 yilga yaqinlashgan bo'lsin, lekin asho hargizmi uyg'unish planining zaman o'g'zisi bu hatqicha uchuq degan gap emas. Buni maqsad qilmay, qanaqadir 1000 yil saqlash deganlik emas. Bu u yer kelsak chatoq chiqadi. 1000 yil degan gap hamda bizning qo'mchimiz qatib o'tirda Sharq Turkiston degan narsa qolmaydi, Uyg'ur degan narsa qolmaydi, yerda islomning asri qolmaydi hamda. Hatto sayyidimiz Nuh alayhissalom öz əsrində tufanның qalbisini ko'rdi. Qalbini ko'rdi. Endi şu 1000 yil şu vaqtdagi millatlarning ömrü ekan. Ya'ni şu Nuh alayhissalomningki asri da'vatning boshlanishini ko'ribdi. Da'vatning qalbisini ko'ribdi oxirgi natijada. Fi nihoyatil mataq degan gap oxirgi hisobda. Demak, şu vaqtdagi ularning ömrü hammasi uzun ekan. Bir odamning ömrü 1000 yil ekan, şu da'vat 1000 yil davomlashibdi. Va qalbi qilibdi. Endi bizninkiga keldi. Bizning ömrimiz, shaxsiy ömrimiz 1000 yil emas, 100 yilga bormaydi endi bizniki. 100 yil yashaydiganlarimiz asosan yo'q deylik. Şu normalda 50 yildan 60 yil, 70 yil endi normal ömürlər. Mana Peygamber Aleyhisselam'ın planına qaraylı belgilengen vaqtda icra oldu. Peygamber Aleyhisselam 23 yılda planның күчлük bir holunu qurishda utuq qazandı mesela. Holunu qurishda. Tamam. Bir qarindishimiz 1000 ni 62 dan qilibdi ya. Biz ashta planlashimiz kerak endi. Birov bizga Nuh alayhissalom 950 yil tabliğ qilgan desa, 60 yil degan shaklda planlasa qildi. Shuningga hamda va qis ala zalik buningga siz o'rnidan qopgan ba'zi millatlar bor. Masalan deylik Xitoy, Yaban, Yaponiya, Germaniya. Bu üçü desa tarixda yomon bir masalan Xitoy desak, biz eng obdan bilamiz Xitoyning ahvolini. Endi çok kurtaydigan xalq hamda bu. Bunda Xitoyda belki mesela filmlerine misal qilsam obdan tushunish mumkin. 100 yil, 150, 200 yil oldida bu Xitoyninki ichidagi xonliqlar, bunun ichidagi sulolalar, bunun ichidagi tugumas jangjidarlar, urushlar Xitoy bir ondan qo'padigan davlat emas. Masalan, oxirgi vaqtda masalan bugungi Xitoy hokimini tutayotganlarning shu hozirgi hukumatning qurish planini boshlatib hukumat qurilgan vaqtigacha vaqtni hisoblasak, shuni aytdi 20-30 yil atrofida bitirildi ishini. Anikin Yaponiya desakmi, 2. Dünya urushida unda ig'ir mag'lub bo'lganlar qanday bo'lar? Mag'lub bo'libmi, ig'ir mag'lub bo'lganlar. Shu mag'lubiyatdan keyin bir necha yilda bir kuchli Yaponiyani bino qurib, hozir dunyodagi iqtisodiy jihatdagi 2. o'rindagi bir davlat bo'lib mavjud turibdi. Germaniyami Osmonli bilan o'xshash 1. Dünya urushidan mag'lubiyatdan chiqqan, 2. Dünya urushidan o'xshash mag'lubiyatdan chiqqan. 2. Dünya urushida Germaniya mag'lub bo'lgan davlat. Ama qanday oldu? Yani o'zini normal bugungi dunyodagi lider davlatlarning qatorida dunyodagi o'rin elib o'zining normal ishlarini qilib ketib boradi. Yani mushlarning hammasi shu natijalarga anda 100 yil saqlamada, 200 yil saqlamada o'tgan 100 yil ichida 2 qitimliq dunyo urushini boshdan kechirdi va ondan qopdida. Mana bo'ldi endi bu haqda nimdab avvalga kelgan vaqtda 20-30 yilda bo'ladigan ish. Va biz musulmonlar kelgan vaqtda 100 yillab planlaymiz ya. Nimdab 1000 yillab planlaymiz ya biz. Acaba aqlliqmi ya biz? Yani 2. Dünya urushining oxirisida urush Germaniyaningki bütün ishlab chiqarish apparatlarining hammini pachaqlayapti. Men Yaponiya deyli yoki Germaniya o'xshash kelasi. Buni Malik Nabi manda shaklda yorum berdi bununla, ifoda berdi yani. İlave qiladi. Biz vaqtning qimmatini bilishimiz kerak deydi. Bir vosita bizning ijtimoiy, iqtisodiy hayotimizning asliga kelishida.
Nima uchun desa, shundoq bir xalq uchunki, uning qishida vositalardan 2 dunyo urushidan keyin faqat 3 turlam qiliqliq. Edimi qap qiliqliq, Yapon bilan Germaniya ishkilasi shu. Zimin tuproqqa qap qiliqliq, shu vaqtda qap qiliqliq. O'zining adimiga tayinib, shu tuproqqa tayinib, shu vaqtiga tayinib, normal o'zining hayotini asliga keltiradi Yapon bilan nima Germaniya. Bu tarixiy kitobni o'qib baqsangiz, Yapon bilan Germaniyaningki birinchi dunyo urushida Yaponiya yo'q, ikkinchi dunyo urushidagi mag'lubiyati aslında bundan keyin tugashdi. Tugagan davlat endi. Men dedi o, bunun insani tuproqqa vaqt qaqliqdi. Shu boshqa narsa emas. Mishaydan olsun oradan qanday qildi, qopdi. Ya'ni uyg'onish iqlimlari vaqtning qimmatini bilishga favqulodda ehtiyoji bor. Har qanday bir kechikish texmo keyniga chekinish demak. Ya'ni mazida bilan taxallub degan gap texmo chekinish demak. Bu meseleni küçük tügelinin hammasi texmo. Mesela kimning og'zidan bu anda oddiy bo'lgan masala emas. Balkim 50 yilda bo'lishi mumkin, 100 yilda degandan keyin tamam ish tugabdi desak bo'ldi. Nish qolsa, ya uningga bardoshlik bermaymiz qarindoshlar. Ama bunda deganlik aldirash deganlik mo emas. Aldirash bu to'g'ri emas. Lekin cho'qim plan bir qiyosiy vaqt degan bir o'lchamlik belgilangan vaqt degan bir odamning hayotiga barobar bir vaqtni belgilash kerak hech bo'lmasa. Yani bir 50 yıl deysin tamam akılga muvaffak. Ama onu 100 yılga, 200 yılga apırış, yani mualaka özününki ebgalıqını yuşuruştun baknası emas. Özünün növbətdiki biçarlıqını yuşuruştun baknası emas. Bulup mu bu planını küzütüp maraq turvatqanlar keşi gündüz qanday hərəkət qılwatıdı. Bunda ahval aslında yani özümüzün 100 yıldan keyinige, 200 yıldan keyinige ateş düşmanın işine qanday qılaq, qulaylıqlaşdırğanlıq və xoşluq düşman işdə olub qalsa. Bizning aqidamizga, kallamizga, zehniyetimizga biz 100 yıldan keyin qopimiz desek, bak favqulodda tamam, ma güzel plan ekan deb qo'shildi. Shuna olganda Abdur bizga nihoyat muhim fikrdan birini berdi olsunmi? Vaqt qimmat qarashi, vaqt qimmati. Bu normal kundagi özümüzün büyüklük hayatının vaxtlarını ölçüge az gerek ama biz hazır uyg'unishga buni qatqan bo'lgandan keyin uyg'unish sohasidagi, gülünüş sohasidagi bir vaqtga harga sal qaramaslik kerak. İşlarning hammasi belgilangan vaqtda planlanib, insonning hayoti yardiradigan darajada va shu plan ichida qanday qilish kerak, ijro qilinib va shu plan ichida oyoqlashtirilib natijasi bir xulosalanish kerak. Bu muhim nuqta. Shu nuqtani mush sahada ketayotgan islomiy harakat sahasi ketayotganlarning har biri kallasqa mahkam o'rnatmoq lozim. İkincisi endi iman hukumatı inşallah kelaqatimliq darsimizda yani o'qishimiz mumkin. Bugun endi vaqtni to'shib qolibdi. Bir 2 minut o'tib ketdi deyman. Va oxiru da'vona alhamdulillah.